Siz bopidan kelib qoldi, niyat qilib qo'yganingizni bilaman. Men ham chunki o'zim qiziqqan mashina aynan shu yangicha morda restyling Hyundai Elantra 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Eski mordasini ko'ryapman, e'londa 20 ming dollardan baland. Bizda esa 20 ming dollardan past bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, ekranga like bosing. Endi olib keling, yangi balon qo'ygan ekanlar. Kim uchun? Aynan siz uchun. Bu Hyundai Elantra eng oxirgi full pozitsiyasi. Panorama boribpa. Yuklari mavjud. Balon yangi qo'yilgan. Yana zo'r tomonini aytayim. Nima edi, ha? Propan gaz 4-pakini yana 1000 dollarga qo'ydirganman dedilar. Egalari Primoy dehqon ekan, o'zlari Xitoydan olib kelganlar. Mashinamda xarajat umuman yo'q dedilar. Mazza qilmaysizmi? Salon ichini oling, beskulchavoy do'stlari bu. Vaydot joningdan salon ichini qarang. Salon ichini qarang. Eski mordasi yaqinda sotildi. 19500 dollarga 22-yilimi shunday sotildi-da. Buni narxini yakson qilib tashlamiz. Shuning uchun aynan siz uchun harakat qilyapmiz. Obunachilarga maksimal arzon mashina topishga. Mana topdim. Bosib o'rmasangiz bo'lmaydi. Malibu qidirib yuribsizmi? Uni olmang, mana buni oling. Buni bilgan biladi, brend. Bunday bilasiz. Dunyoga o'zini o'rnini bildirib qo'yganda, orqasini ham oling, xalq mazza qilsin. Koja suzeniyalar. Bu eng fulli. Buni qulayliklari juda ham ko'p. Men nimasiga besh ketaman? Buni o'zi maxluq, yurishi ham boshqachada. Buni ko'chada ketaman, orqamdan market qiladi, yo'l berdi. Buni qarayman Bakovoydan o'zi. Chiroyli mashincha-da. Keyin orqasini oling. Elantra, vaydot. Ana shu vaydot deyishni yo'qotishim kerak. 1000 dollarga propan gaz balon qo'yganlar, buni qarang. Orqasi aylarigacha germetikalar cho'tki turibdi. Chunki Xitoyga bir qo'l borib o'zlari olib kelgan ekanlar. Baxting bitta narsasini ko'rsatay. Mana shu detalda kraska bor ekan. Petno. Qolgan joyda absolutno yo'q dedilar. Bemalol olib borib ko'rsatib, ustoga probegiga ham javob beraman dedi. Kraskasiga ham mana stobi sal singan. Buni 200 dollarga yangi beradi, originalni. Tonirovkaga 11 oy ruxsati bor. Bosib o'tgan masofasi 40 necha edi? 47 ming. 47 ming masofa bosib o'tgan bu mashinalar uchun borki, apkatka desak ham bo'ladi. Chunki bular indamay 3, 4, 5, 6, 10 kurga yurib beradi. Narxini kelgan paytlari qarang dedi, boshqa ilonlarga 23 ming, 24 ming dollar turibdi dedilar. Yo'q, bu yer Samarqand. Bu Karista o'z dedim. Faqat arzon mashinalar iloniga joylaydi deb turib, narxini 19950 dollarga belgilab qo'ydik. Kim uchun? Aynan siz uchun. Ekranga bitta like bosib, keyingilarga telefon qilib borsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar do'stlar.